Aka nechi pul bo'ldi? Sizdan 20 ming so'm bo'ldi. Agar ikkinchi balloningiz ham teshilganda, uni ham berishgan tekin edi. Nima tekin? Tekin tomoq bola. Men tekin narsadan voz kechmayman. Ani endi yana bering tekinga. Voy bilan. Kirmaymiz o'rtoq. Shoshmay tur hozir. Elkan to'xta. Nima yegani kelyapsan? Lavash Shuni o'rniga xuddi sen bo'lmaydimi? bo'ladi. Yo'llaring bo'lmasa. O'rtoq nega bu begona bola biz bilan o'tiribdi? Ey, betda 3 ta xudok sotib olsalaring 400 tekinga tusharkan. Shuncha xossal 3 ta xudok sotib olasanlar, tekini menga bo'ladi. Xo'maymalaring. O'kam, xudokka kelgandan keyin naroso'ga o'tiysan. Tushundingmi? Aka, mandarin kilosi nechi pul? 40 ming oke. Yarim kilosichi. Yarim kilosi 20 ming bo'ladi. Mana donasichi. Rosa mandarin yegiz ketdi oke. Donasi tekin. Mana shu donasi tekindan 50 ta dona solib bering. Nima? Nimaga chaqirding? O'rtoq, shunday Yunusobodga borib kelaylik. O tekinga shashlik berib olgan ekan. Ikkita siqdan. Maza qilib kelamiz. Ikkita shashlik uchun Qo'yludan Yunusobodga borasanmi? O'rtoq, menga masofasi uchun umuman qiziq yo'q. Tushunsan, menga tekinligi kayf beradi. Bo'pti, benzin quyib bera qol borib kelaman. Ha, mayli. Bo'lmasa To'ytepaga hayda. To'ytepaga nimaga? Va o'sha yerda tekinga benzin beradi. La plaque Paris sans adéquat. À côté de la plaque Paris.